来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师谢吉拉艾斯盖。今天我们要学习的是第8单元的语法，任务大盘点，还有我们的这个文化小贴士。之前bunun aldaki ders'teki我们把语法呢，还有任务这些我们都是分开讲的，但是呢，一个是由于这个内容不是很多，也不是很难，所以我们就把后面的内容就结合起来了啊。好，咱们来看一下今天的这个语法，了作可能补语啊，了作可能补语，就是说了degan mahar imkan to'liqligicha bo'lishi。那imkan to'liqligicha deganimiz就是说mushu ishda imkoniyat bor yoki yo'q, mumkinchiligi bor yoki yo'q ekanligini so'zlab beradi。那么了bu qanday做这个可能补语的时候，你们的ko'rsatib beradi desak，表示行为实现的可能性，就是说mushu harakatni qilg'ili bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligining mumkinchiligini so'zlab beradi。比如说bora olmayman bo'lsa，我去得了；bora olmayman bo'lsa，去不了。那yemayman desam，吃得了；yeyolmayman bo'lsa，吃不了。Masalan, buni qanday tushunsak bo'ladi desak，有人呢请我去一个什么地方，birisi meni ma'lum bir joyga berishga taklif qildi。那么meniki vaqtim bor, har jihatdan mumkinchiligi bor, bu yerga borsam bo'ladi degan chaqda，我去得了deyman。那明天的聚会你去得了吗？去得了。bora olmasam，去不了deyman。那再比如说刚才我说的那个吃得了吃不了的misal alsa，masalan，yaqindan yoqi我这个皮肤过敏，mushu bir narsalar过敏qilib ketibdi。那这个时候我能不能吃辣的东西？那么lazisam bo'lmaydi。那agarda有人跟我说走，我们去吃炒米粉，炒米粉yeb kelaylik degan chaqda，那我就应该怎么说呢？哎呦，我吃不了炒米粉。我吃不了炒米粉是因为我这个过敏了啊，我吃不了炒米粉desak bo'ladi。那siz lazisiniz bo'lamdi, yeyalamsiz desak，你能吃辣子吗？你吃得了吗desak bo'ladi。这个呢，用这个了字，就是说mushu ishni qilg'ili bo'ladi bo'lsa，什么得了，qilg'ili bo'lmasa，什么不了desak bo'ladi。Masalan, kitobdagi misolga qarab boqaylik。我有事，所以今天的聚会去不了了。mening ishim bor, shuning uchun bugundagi o'tirishga bora olmaydigan bo'ldim，去不了了。第二个呢，昨天他运动的时候受伤了。tunigan u harakat qilayotgan vaqtida受伤了，yaralandi，现在走不了路了。hozir yo'lmanmaydi，现在走不了路了。那下面这个我们再看一下啊，他说了有时还表示完的意思。了nega munda qilg'ili bo'ladi degandan boshqa yana putdi degan ma'nosi bor deydi。那putdi degan ma'nosiga qarab boqsa，这么多酒你一个人喝得了吗？那这个地方其实这个putdi demakchi ya'ni mushunda jiqaraqni siz yolg'iz ichib bo'la olamsiz？你一个人喝得了吗？那yolg'iz ichib bo'la olamsiz。ikkinchisi，今天的考试你们用不了2个小时就能完成。bugungi imtihonda sizlar 2 soat qolmaylam，那就是2 soatni ishlatib bo'lolmaylam demakchi。qandoq ezib bo'la olasizlar, putkizib bo'la olasizlar debdi。那2 soat kelmaydi，那就是2 soat没完的时候就可以搞定demakchi ekan。好，那么这个了懂了吗？了呢yana bir so'zlab o'tib ketay。bir ishni qilish imkoniyat bor, qilg'ili bo'ladi degan vaqtimizda shama得了，qilg'ili bo'lmasa shama不了deymiz。得了不了deymiz，动词ning keyiniga qaytiladi。andan keyin shu ishni qilib bo'la olsak，那我们就像
这些我喝得了，那就是 ish bulalayman。那again，我是这个我看啊，这些工作我做得了，那bu xizmatlarni men qilib bulalayman degandagi，那么这个得了bo'lgan chog'da tutkizish degan ma'nosimi bor ekan. Ikkinchisi AA kan degan vaqtimizda sinab beqish degan ma'nosi bor. Mayli nima ish bo'lsin, ish qilib shundoq qilib ko'rib beqing deymiz-ku, masalan, sinab ko'rib beqing, anglab ko'rib beqing, kiyib ko'rib beqing, o'ynab ko'rib beqing, ish qilib shu ko'rib beqing deb turib, kan degan xatni ishlatamiz, cheshi uyg'urcha bilan o'xshab qoladi. Ya'ni ma'nosi shi, sinab beqish. Masalan, bu oyoq xili chiroyli ekan, sinab ko'rib beqing desak, 这双鞋子挺漂亮的，你试试看。这双鞋子挺漂亮的，你试试看。对，这个是 AA 看，这个不难。ishqilib ma'lum bir pilni ilib qo'sh qilib kayniga kan degan xatni qossangiz shu ishni qilib ko'rib beqishni ko'rsatib berdi. Masalan, tamoq etib boqmagan bo'lsam, bugun men bunda tamoq etib ko'rib boqaychi, sinab boqaychi desak, 那我今天做做看做做看。那men hozir yana nima ish qilmoqchi bo'ldim deylik. Masalan, men suv uzishni yangidan o'rgangan bo'lsam, men suv uzib o'zim bir sinab boqaychi, ko'rib boqaychi desam, 那我游游看都可以都可以。好，那这个是我们的 AA 看，同学们明白了吗？第三个呢，如果就，如果就，不如果就呢不是dastlabda shu 要是就的我bir o'rgandik-ku，跟那个呢差不多。agar mundaq bo'lsa, undaqda, mana deganda 如果怎么怎么样，就怎么怎么怎么样desak bo'ladi. Masalan, agar sizning yordamingiz bo'lmagan bo'lsa, meningki muvaffaqiyat qozonishim bo'lmaydi desak, 如果没有你的帮助，就没有我的成功。如果没有你的帮助，就没有我的成功desak bo'ladi. Yani masalanga, bugun siz tirishib xizmat qilmasangiz, erta tirishib xizmat izlaysiz. 今天你不努力工作，如果能topdi mana. 如果deb boshlaymiz. 如果今天你不努力工作，明天就要努力找工作。如果今天你不努力工作，明天就要努力找工作。desak bo'ladi. Andan keyin agar siz boshqalarga hamisha xalqning dilini ranjitsangiz, undaqda oxirsiga kelgan chaqda birmi do'stingiz qolmaydi desak, 如果你总是伤害别人，如果你总是伤害别人，那么你会连一个朋友都没有的。那么你会连一个朋友都没有的。desak bo'ladi. 那就是说，如果niki kayniga jo'dan boshqa, ya'ni musha hozirgi men tuzgan jumladagi 那么 deganni aytsak bo'ldi. Agar mundaq bo'lsa, undaqda deb 如果就，如果那么 deb ishlasak bo'ladi. Kitobdagi misol qarab boqaylik. 如果你看见阿兹古丽，就让他来找我。Agar sen Arzugulni ko'rsang, u kelib meni izdasin. 那就是 uni meni kelib izdasin deb qo'y demoqchi. Agar mundaq bo'lsa, undaq bo'lsin. 如果你看见阿兹古丽，就让他来找我。Ikkinchisi, 如果你认真学，那么你一定能学会。Agar sen yaxshi o'rgansang, undaqda cho'qim o'rganalaysan. 那如果你认真学，那么你一定能学会。这个应该没问题啊。如果我们不改正错误， agar biz xatoligimizni o'zgartmasak， 那我们怎么进步呢？ undaqda biz qandoq ilgirlaymiz？ 好， agar mundaq bo'lsa, undaqda 如果就，如果那，如果那么都可以啊，都可以。那今天的这个语法内容，同学们会了吗？
跟老师一起来念一下。我有事，所以今天的聚会去不了了。我有事，所以今天的聚会去不了了。昨天他运动的时候受伤了，现在走不了路了。昨天他运动的时候受伤了，现在走不了路了。这么多酒，你一个人喝得了吗？这么多酒，你一个人喝得了吗？今天的考试，你们用不了2个小时就能完成。今天的考试，你们用不了2个小时就能完成。这个方法你可以试试看。这个方法你可以试试看。有什么想法，你们可以说说看。有什么想法，你们可以说说看。这是我炒的菜，你尝尝看。这是我炒的菜，你尝尝看。第3个，如果你看见阿兹古丽，就让他来找我。如果你看见阿兹古丽，就让他来找我。如果你认真学，那么你一定能学会。如果你认真学，那么你一定能学会。第3个呢，如果我们不改正错误，那我们怎么进步呢？如果我们不改正错误，那我们怎么进步呢？好，这是我们的语法。那接下来我们来看一下我们的任务大盘点啊，任务大盘点。在这里呢，如果同学们已经做完了的话，那咱们就一起做掉。如果你还没做掉的话啊，agarda texi ishlamagan bo'lsangiz filmni mishada to'xtatib qo'yib ishlab, andan keyin 继续往下看啊。bu yerda men bilan aytishib javobini yozib qo'ygan bilan o'zingiz o'qimasangiz还是没有用的。Keynidagi 3 darsdimi ashta qilishimiz kerak。好，咱们来看第一个选词填空。创业이기lik tiklashunog'i平时odatda努力tirishish工资maosh社保degani nima iliqi sug'urta。然后呢，恭喜degan muborak bo'lsin，方便qulaylik，如果agar，手机info听说anglashimcha。好，那咱们来看第一个，你新换的工作什么高吗？叫什么吗？那yangidan xizmat bir nimasi yuqurmi？那应该是nimasi maoshi yuqurmi？andan keyin叫什么什么吗？mandaq narsa topshiramdu nima topshiramdu desak bo'lar？肯定是社保sug'urtasini topshirib beramdu。好，新换的工作工资高吗？交社保吗？desak bo'ldi。ikkinchisi，你考上了大学，oliy maktabga o'tganingizga nima bo'lsin muborak bo'lsin nima deymiz？恭喜你考上了大学。第3个，他喜欢走路上班，minib ishga berishga amroq。那nima aytganimiz bu yerga？odatda，他平时。第4个，他一直都很本能，最后终于考上了研究生。u izchil nihoyatda bir munda xo'p keldi, eng oxirida aspirantlikqa o'tdi。那应该是qanday izchil nima bo'lib kelganda tirishib keldi ya，他一直都很努力desak bo'ladi。如果你觉得，请你借我一点钱用。那应该是哪一个呢？如果你觉得方便，请借我一点钱用啊！如果你觉得方便，请借我一点钱用。然后呢，你什么了吗？他已经不在这里干了。你什么了吗？他已经不在这里干了。那你뭐가뭐도听说siz anladingizmi u bu yerda ishlamaydigan？你听说了吗？好，下面一个呢，什么没有你的帮助我就做不完了。那看那个就给的应该是什么呀？如果就啊，agar siz yordam qilmagan bo'lsangiz men ishlab bo'lolmaydim。什么成为现代人必不可少的工具？bir narsa成为现代人必不可少的工具。qaysidir？手机。
Qural 这个手工具bo'ldi. Shunda u mundaq masalan aloqa qilishish quroli degan bo'lsa, 那应该是手机吧啊，手机。他们几个从学校毕业就开始自己uunatsi maktab bitagandan tortib o'zi nima ish qilishga boshladi, ig'lik tiklashga boshladi desak bo'ladi. 自己创业，创业。好，会了吗？那我们一起来读一下。你新换的工作工资高吗？交社保吗？你新换的工作工资高吗？交社保吗？恭喜你考上了大学，恭喜你考上了大学。他平时喜欢走路上班，他平时喜欢走路上班。他一直都很努力，最后终于考上了研究生。他一直都很努力，最后终于考上了研究生。如果你觉得方便，请你借我一点钱用。如果你觉得方便，请你借我一点钱用。你听说了吗？他已经不在这里干了。你听说了吗？他已经不在这里干了。如果没有你的帮助，我就做不完了。如果没有你的帮助，我就做不完了。什么成为现代人必不可少的工具？手机成为现代人必不可少的工具。手机成为现代人必不可少的工具。他们几个从学校毕业就开始自己创业。他们几个从学校毕业就开始自己创业。好，第二题，连词成句。连词成句，新员工公司来签订劳动要合同，那就是新员工来公司，是不是yangi xizmatchilar shirkatga kelganda这个to'xtam tuzdi。新员工来公司要签订劳动合同。新员工来公司要签订劳动合同。第二个，通过正式培训就上班了，可以，那就是我培训o'tab kelsalam rasmiy xizmat kuchisi bo'ladi，那就是通过培训了就可以正式上班。通过培训了就可以正式上班。第三个，这马上结束就要了学期bu mavsum oxirlashadi pat arada oxirlashmoqchi都可以啊。这学期马上就要结束了。这学期马上就要结束了。第四个，这个很努力，他人实在也很，那就是bu adam， 他这个人很努力，也很实在。yaki bo'lmasa， 他这个人很实在，也很努力，都可以啊，都可以。第五个，结婚恭喜你了，恭喜你结婚了，to'y qilibsiz muborak bo'lsin，恭喜你结婚了desak bo'ladi。好，tugabdi。第三题，替换练习。替换练习。第一个呢是听说，那么听说你明天要搬家了，那听说你下周要出院了，听说你明年要毕业了，听说你下个月要出差了，第二个呢，我们单位离家很近这个在这个地方学的是离，是吧？那我们家离商场很近，我们学校离车站很近，我们公司离地铁口很近，
O'zininki shirkat bu metro bekatininki eg'iziga noiti yaqin. 好，第三个呢，你有什么可以看的书？sizniki biror ko'gidek kitobingiz bormi? 有什么可以看的书？biror mundaq qilgidek mundaq narsa bormi? 你有什么可以穿的衣服？biror kiygidek kiyim bormi? 你有什么可以用的工具？biror ishlatgidek mundaq materiallar工具bormi? 你有什么可以听的音乐？sizniki biror angligidek muzikalaringiz bormi? 有什么可以什么的什么啊？第四个呢，他每次都迟到。u har qitim kechikib qoladi. har qitim 每次都迟到。他每天都锻炼。u har kuni chiniqadi. 他每周都回家。har hafta uyga ketadi. 他每年都度假。u har yili这个度假旅游 sayohatga boradi. 第五个呢，我们下个月才放假。biz kelar oyda oldin ta'til bo'lamiz. 我们下个周末才聚会。biz kelar hafta oldin yig'ilamiz. 我们下个学期才学英语。biz kelar mavsum oldin inglizcha o'rganamiz. 我们下个星期才发工资。biz kelar hafta oldin maosh taqdimiz. 好，第四个呢，完成对话啊，完成对话。那咱们来看一下，一样的啊。老师呢就是做一个bir misol qilib so'zlab o'tab ketdimi, qolgan narsani saboqdoshlar o'zimiz ko'proq mashq qilib, andan keyin o'zaro dialog tuzib degandek. 你好，那你好degandan keyin men bir savol so'rabdi-ku. 那听说你们公司正在招聘员工。听说你们公司正在招聘员工。是的，最近刚好在招聘。你是来应聘的吗？ Siz 应聘qilib keldingizmi? 你是来应聘的吗？是的，我来应聘。我是来应聘的啊，我是来应聘的。那那麻烦你填一下这张表格。好bo'lmay bu jadvalni to'ldirib olsangiz, 麻烦你填一下这张表格。请问这里的工资高吗？ Maashi yuqormi? 那就看你干的怎么样了。那 siz qandayroq qila olasiz shunga bog'liq. 你们会跟员工签劳动合同吗？mushu xizmatchilar bilan 劳动合同tuzishamizlar. 那当然，这个是必须的。albatta shundoq bo'ldi. 那你们交社保吗？社保topshiramizlar? 是的，签订劳动合同后，我们就会给员工缴纳社保。签订劳动合同后，我们就会给员工缴纳社保。好的，谢谢的读。好，这是这个完成对话一样啊，同学们自己写，自己互相做对话。那接下来呢，听力我们来看一下，一定要先做完。jumu o'zinglar avval bir ishlab bo'lgan bo'lishinglar kerak. 这是第8单元的听力，一共呢是2个对话，2个对话给了baqayli。怎么样？你上次看的新车买了吗？qanday oldingi qatim ko'rgan yangi mashinani sotib oldingizmi？还没买呢，我哪有那么多钱？买的哪都那就不啰嗦。听说现在银行贷款很方便，bankdan贷款ilish nihoyatda qulaylikkan，你可以咨询一下。surishtirib baqsangiz bo'ldi。那好吧，我试试，如果可以贷款，我马上买。bo'ldi，men sinab boqay，agarda贷款qilg'ili bo'lsa，hozirlam setib olaman deydi。那下班我跟你一起去银行吧。那ishdan tushgandan keyin siz bilan birga bankaga boray. 我也想了解一下。meningmi mushuni bilib boqqim bordi debdi。那第一个男的是什么意思debdi？他不想买车，他没钱买车，他有钱买车，他不买新车。
那他是什么呀？他没钱买车啊！他说我哪有那么多钱？对的我哪有那么多钱？应该是怎么样啊？他没钱买车啊。And then，咱们再往下。第二个，소아리这段对话最有可能发生在哪里啊？这段对话最有可能发生在哪里？那发生在哪里呢？应该是下班后degan 얘기나 bo'lishi kerak, shirkat bo'lishi kerak. 应该发生在公司。好，下面一个，小麦找到工作了吗？找了一家公司实习，不错。签订劳动合同了吗？老师，我还在考虑中。公司离家太远，工资也不高，还很忙。年轻人要学会吃苦，加油。对了，你什么时候离校？下周吧。那你走之前记得去我办公室办离校手续。好的，谢谢老师。那bu yerda xizmat izladingizmi desa bir shirkatni tipi praktik qilyaptiman debdi. Na to'xtam tuzdinglarmi desa tex o'ylayaptiman, u shirkat uyamga bak shiroq ekan, maoshim yuqori emas ekan, bak oldirash ekan debdi. Na muallimim debdi, yoshlar jafoga chidash kerak. Andan keyin tirishing debdi. Qachon maktabdan ayrilsiz desa kelar hafta debdi. Unda bo'lsa qaytishdan burun mening bu ishxonamga kelib maktabdan qaytish rasmiyatini bijirib bitding debdi. 那birinchi savol， 这段对话最有可能发生在什么地方啊？学校、家里、咖啡店、公司，肯定是在学校。这是老师跟学生之间的对话啊，在maktabda。第四个，下面哪一段对话中没有提到？ 离家远，uyga yaqin，工资低，maosh tuan，工作忙，aldirash，要培训这个tarbiyalash bor ekan，qaysi demidi？要培训的demidi啊？所以这道题的答案应该是的答案。好，那咱们来看一下这个第六题，我就不说了啊。do'stingizniki qandaroq odam ekanligini dang debdi，那你们自己说一下。第七个猜字谜，学子远去，又见归来，bu qaysi xatdir？你看啊，学degan xatniki子degan jiroq ketib qolibdi，那子katta，又见归来，那见degan xat katta。那字chiqib见bo'lsa bu qaysi xatdir deydi？觉啊，感觉的个觉，yani睡觉的个觉，ikki xil o'qilishi bor bu xatniki oshi xat shu觉degan xat。那么坐定左右无人，坐degan xatniki o'tirib左边右边odam yo'q deydi。eshikdan kichik odamni chiqarib olsak bu qaysi xat qoladi？土点汉的土点汉，那这道题的答案就应该是土字，你猜对了吗？好，那这个我们内容就讲完了。那接下来我们来看一下我们的文化小贴士，权益保障及就业指南小贴士。 huquq manfaatni kafolatlantirish va ishga o'rinlashish qo'llanma eskartmasi。 什么是劳动合同？ 其内容包括哪些？ Əmgək toxtami degan nima? Onun məzmuni nimalarni o'z ichiga oladi? 劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利义务的协议。 Əmgək toxtami əmgəkçilər bilan odam ishlatguchi o'rinning əmgək munosabati turg'izganligini isbotlaydigan, ikki tarafning huquqi va majburiyati oydinlashtirilgan kelishim。 劳动合同应当具备以下条款：一、劳动合同期限；二、工作内容；三、劳动保护和劳动条件；四、劳动报酬；五、劳动纪律；六、劳动合同终止的条件；七、违反劳动合同的责任。 Əmgək toxtamida tövəndəki moddalar bo'lishi kerak. Birinchi, əmgək toxtamının muddəti. İkinci, xizmət məzmuni. Üçüncü, əmgək muhafizati və əmgək şəraiti. Dördüncü, əmgək haqqı. Beşinci, əmgək intizami. Altıncı,
emgak to'xtamini to'xtatish sharti. 7. Emgak to'xtamiga xiloflik qilguvchi tarafning ustiga ilishga tegishlik javobgarligi. 用人单位招用劳动者不签订劳动合同，发生争议时，哪些相关证据可以证明你与用工单位存在劳动关系？ Odam ishlatuvchi o'rin emgakchi bilan emgak to'xtami imzolamagan ahvol ostida talash tartish yuz berganda qandoq dalil isbotlar siz bilan odam ishlatuvchi o'rin o'rtasida emgak munosabati mavjudligini isbotlay oladi? 一、工资支付凭证或记录，缴纳各项社会保险费的记录；二、用人单位发放的工作证等身份证件；三、劳动者填写的用工单位登记表、报名表；四、考勤记录；五、其他劳动者证言。 Birinchi, maosh berish isboti yoki xotirasi. Turlik ijtimoiy sug'urta haqqi topshirish xotirasi. Ikkinchi, odam ishlatuvchi o'rin tarqatgan xizmat kenishkisi qatorliq salohiyat guvohnomasi. Uchinchi, emgakchilar to'ldirgan odam ishlatuvchi o'rinning tizimlik jadvali, tizimga oldirish jadvali. To'rtinchi, yo'qlama xotirasi. Beshinchi, boshqa emgakchilarning guvohlik so'zi. 什么是社会保险？ Ijtimoiy sug'urta degan nima? 社会保险是指国家通过法律建立的，在劳动者因年老、患病、生育、伤残、死亡等原因丧失劳动能力和失业中断劳动，使本人和家庭失去生活来源时，能够从国家获得物质帮助的一种社会保障制度。 İjtimoiy sug'urta davlatning qonun orqali qurgan emgakchilarning yoshinib qelish, kasal bo'lib qelish, tug'utliq bo'lish, meyib bo'lib qelish, o'lib ketish qatorliq sabablar tufaylidan emgak iqtidorini yo'qotgan va ishsiz qilish tufaylidan o'zi va oilasi turmush manbasini yo'qotgan chog'da davlat orqali moddiy yordamga erishadigan bir xil ijtimoiy kapolat tuzumini ko'rsatadi. 社会保险包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险5个险种。 İjtimoiy sug'urta tuvandagi 5 xil sug'urtani o'z ichiga oladi. Asosiy kutinish sug'urtasi, asosiy davolanish sug'urtasi, ishsizlik sug'urtasi, tug'ut sug'urtasi, ishda yorlanish sug'urtasi. 用人单位与劳动者发生争议怎么办？ Odam ishlatuvchi o'rin bilan emgakchilar orasida talash tartish yuz bersa, qanday qilish kerak? 用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。 Odam ishlatuvchi o'rin bilan emgakchilar o'rtasida emgak talash tartishi yuz berganda, davolashuvchi ikki taraf qonun bo'yicha murassa qilsa bo'ladi. Kesim da'vo qilishni iltimos qilsimi bo'ladi, kengashib hal qilib olsimi bo'ladi. 好了，亲爱的同学们，今天的内容都讲完了。今天回去的作业呢是预习第9单元，好吗？我们下一期再见。